Ka'baning oldida boshiga baxt qushi qo'ngan inson esingizdami? U bilan mo'jiza sodir bo'ldi. Nima mo'jiza deysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring, albatta tushunib olasiz. U inson Iordaniyalik musulmon bo'lib, oqqon kasalligiga, ya'ni saratonga chalingan ekan. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda u mana bu satrlarni yozib qoldirdi. Keling, uning o'zining so'zidan voqeani aytib bersak. Shifokorlar yordam berishga boshqa choralari yo'qligini aytib, kasalxonadan uyga ruxsat berishdi. Hayot bilan vidolashish oldidan Makkaga kelishni, Allohning mehmoni bo'lishni ixtiyor etdim. Oxirgi vido tavofini qilar ekanman, Allohga munojat qildim. Allohim, sog'lik ham, bemorlik ham sening qo'lingda. Agar jonimni olishni istasang, shu yerda baytingda ol. Agar rizqim tugab bitmagan bo'lsa, menga salomatlik ato et. Dardimdan forig' bo'lsam, 100 ta oilaga ehson tarqataman deb Allohga ahd berdim. Birinchi tavofni amalga oshirgach, boshimga bir kichik qush kelib qo'ndi. O'sha paytda boshimda kuchli issiqlikni sezdim va u butun tanam bo'ylab tarqaldi. Keyin sovuq ota boshladim va yana tanam bo'ylab issiqlik qon yugurdi. Bu holat bir necha bor 50 daqiqa atrofida davom etdi. To qushcha uchib ketguncha takrorlanaverdi. Qush uchib ketgach, xuddi kompyuterni qayta sozlagandek holatni his qildim. Bemorlikdan sarg'aygan yuzimga qizillik yugurdi. Anchadan beri his qilmagan ochlikni tuydim. Ko'nglim ovqat tusadi. Zamzam suvlaridan, tuya sutidan ichdim. Ka'badan vatanimga butunlay boshqa odam bo'lib qaytdim. Qon tahlillarimni topshirdim. Shifokorlar mening mutlaqo sog'lom ekanimni aytishdi. Bugungi kunda 100 ta xonadonga ro'zg'orlik qilib tarqatdim. Alloh ehsonimni qabul qilishligidan umidvorman, deydi hikoya egasi. Bu videoni kasallikdan, bemorlikdan umidsizlikka tushib qolgan yaqinlaringizga jo'nating. Albatta Alloh barcha narsaga qodir zotdir.